Yo, barchaga salom do'stlar. Bugun men sizlar bilan NXRDS qaranglar do'stlar, atrofim to'la Granny. Minecraftda men bo'lsa shulardan qochaman. Hozir bo'lsa men o'ynani buzamanmi yo eshikni ochaman? Yaxshisi eshikni ochganim zo'r. Ma'qul. Va do'stlar, shuncha Granny meni quvlamoqda. Yo, hammasi kelyapti. Yo'q, do'stlar, juda ham qiyin bo'lib ketyapti. Men buni oson deb o'ylagandim. Hech narsasi, do'stlar, shu blokka to'xtab qolmaganimda ko'rdilar. Yo'q, bular bu yerga chiqish olmayapti. Bor. Ko'tarib oldim. Men uni minib oldim. Bulardan qochish juda ham qiyin. Do'stlar, bu yerda men bloklarni olaman desam, nega olmayapti? Do'stlar, endi qochdik. Bu yerda tevalikga chiqadi deb o'ylasangiz yo'q. Men bu yerda ular kelayotganda yo'lga to'sib qilaman. Do'stlar, mana bu Granny kelmoqda. Do'stlar, men bu yoqqa qochaman. Bitta Granny nima qilyapti bilib bo'lmaydi. Yo'q, bekor bu yerga kelib, ustidan oqlab o'tib ketaman deb o'ylagan edim. Bu yerda nimalar bor? Slime bor ekan. Yo'q! Do'stlar, meni o'ldirib qo'ydi. Endi juda ham qiyin joylar keldi. Do'stlar, bu yerda endi nima desam ekan? Endi kechasi zombilarga to'la qiyinlashib ketadi o'yinimiz. Do'stlar, atinglar bu o'yin qiyinlashtiryapman. Hech bo'lmasa ovqat ham olmagan ekanman, esimdan chiqibdi. Do'stlar, hech bo'lmasa atiga bir bo'lak steak ham olish esimdan chiqdi. Bolalar, o'shaning uchun ham qiyin bo'lib ketdi. Bolalar, hozir biz qayerdan kirsak bo'ladi bu uyga? Bu uyga qanday kiradi o'zi? Netga kirsam bo'lar ekan. Zo'r joy ekan. Bilmadim. Do'stlar, ana Granny'ni qo'rqib ketdim. Bu yerda zombilar endi chiqadi. Do'stlar, ayniqsa bu yerda creeperga to'la bo'lsa-chi bu yer. Do'stlar, o'yinimizda juda ham qiyinlashmoqda. Bu yerda nima bo'lsa, o'rgimchaklar ham chiqdi, creeperlar. Mana ko'rishingiz mumkin. Qochib cho'chqacha. Yo'q, bu yerda creeper, mipar, dikker, shikir. Do'stlar, creeper bu. Qiyin. Men bu yerda 4 marta, yo'q, 5 marta meni o'ldirib qo'yishdi. Yo'q, chuqurga tushib ketdim. Bu yerda yo'q. Burildim, faqat ulgurmadim yaxshi. Bu yerda hozir yo'lni creeper chiqib qolsa, bu Granny'lardan ham
xavfliroq. Bu yerda to'la Creeper'ni oldiga, anlar Granny'larni oldiga tushib qoldim. Sho'maya. Ay do'stlar, meni urib tashlashdi. Do'stlar, o'ldirib qo'yadi. O'lay agar hozir o'laman. Ay. Do'stlar, o'yinimiz qiyinlashmoqda. Bu 7-chi o'lishim. Do'stlar, men yerdagi ko'lab kiramanmi? Yo'q, bu mumkin emas. Yo'q, zombik bo'lishasi eng xavflilaridan biri. Shirintoy. Yo'q, ustuna sakrab turmayman. Uchirib yubordi meni. Do'stlar, videomiz o'z yakuniga yetdi. Bizda bo'lsa ikkinchi qismi ham chiqadi. Do'stlar, unga bo'lsa ovqatsiz do'stlar, u qismda ovqatsiz, hech narsasiz do'stlar. Creeperlarni, zombi va slendrina, katta o'rgimchaklarni ham qo'shib yuboraman. Do'stlar, bitta shartim bor. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lasizlar va bu video 100 ta like, 150 ta like yig'sa, keyin ikkinchi qism chiqadi. 150 ta like yig'sa. Do'stlar, bo'lmasam barchaga xayr. Bugun men sizlar bilan NXRDS bo'ldim. Yaxshi dam olinglar.